Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Sahoba-i kiromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Ramazonni 20-kunida siz azizlar bilan ko'rishib turganimizdan Alloh taologa behad hamd sanolarimiz va shukrlarimiz bo'lsin. Va berayotgan ne'matlariga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Mana 20-darsligimiz Ramazon yaxshilik va silai rahim oyidir degan darslikni siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Ro'zadorlarning qalbi siniq va nafsi itoatkor bo'lib qoladi hamda rahmati va shafqati ziyoda bo'ladi. Uning yaxshiliklariga eng haqdor kishilar uning yaqinlari va qarindoshlari bo'lishadi. Ramazon musulmon kishining uning yaqinlari va qarindoshlari bor ekanini eslatadi. Shunda u ularni ziyorat qiladi va ularga yaxshilik qilishni boshlaydi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi, ehtimol iymondan yuz o'girsangiz, yer yuzida fasod qilib, qardoshlik rishtalarini uzarsiz. Ana o'shalar Alloh la'natladi, ularni kar qildi va ko'zlarini ko'r qildi. Qarindoshchilikni uzish eng katta gunoh va ulkan xatolardandir. Qarindoshchilikni yaxshi qilish esa eng go'zal yaxshiliklardan, eng katta solih amallardandir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar, rahim qarindoshchilikni uzuvchi jannatga kirmaydi dedilar. Alloh uni bog'lashga buyurgan aloqani uzgan kishi qanday qilib jannatga kirsin? Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: vasil, aloqani tiklovchi, muofil bir kishi unga berganga munosib narsa qaytaruvchi emas, lekin visol qarindoshlikni uzilsa tiklagan kishidir. Boshqa bir hadisda bir kishi u zotga: "Yo Rasululloh, meni qarindoshlarim bor. Ular bilan aloqani tiklayman. Ular uzishadi. Ularga yaxshilik qilaman. Ular menga yomonlik qilishadi" dedi. U zot shunday dedilar: "Agar sen aytgandek bo'lsang, ularga mol, non pishiriladigan issiq cho'qni yedirayotgan ekansan va senga doimiy Allohdan bir yordam beruvchi bo'lib turadi." Rasulullohning qarindoshlari juda oz edi. Shunga qaramay u zot eng ko'p dushmanchilik qilishardi. U zotni vatanlaridan quvishdi, aziyatlar berishdi va urushgacha borishdi. Alloh u zotga g'alabani berganda ahli insonlar eshitmagan afni e'lon qildilar. Silai rahim umrni ziyoda qiladi, unga baraka olib boradi va ajr savobni ko'paytiradi. U iymon mukammalligi, Allohdan qo'rqish va Qur'onga bo'ysunish belgisidir. Xabarlarda shunday aytiladi: Alloh menga men bilan aloqani uzganlar bilan uni tiklashni, zulm qilganlarni afv qilish va mahrum qilganlarga berishni buyurdi. Ibodatlarni va yaxshiliklarni eng kattasi ota-onaga qilgan yaxshilik hisoblanadi. Ularga yaxshilik qilish, mehribonchilik ko'rsatish, haqlariga duo qilish va buyruqlariga itoat etish lozim. Ularga itoat etish Allohga itoat etish kabi bo'ladi. Alloh taolo shunday marhamat qiladi: Robbing faqat unga o'zigagina ibodat qilishga va ota-onaga yaxshilik qilishingni amr etdi.
Agar huzuringda ularni birlari yoki ikkovlari rahm keksaligi yetsalar, bas ularga uf dema, ularga ozor berma va ularga yaxshi so'z ayt. Ikkovlariga mehribonlik ila hokisorlik qanotini past va rahm alar. Meni kichkinalikda tarbiya qilganlaridek ularga rahm qilgin deb ayt. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonlarida bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, chiroyli muomala qilishimga insonlarning eng haqdori kim?" dedi. "U zot onang." "U so'ngra kim?" dedi. "U zot onang" dedilar. "U so'ngra kim?" dedi. "U zot yana onang" dedilar. "U yana so'ngra kim?" dedi. "U zot otang" dedilar. O'zi silai rahim va yaxshilik madrasasidir. Chunki u go'zal axloq tarbiyachisi va o'zaro muhabbat rishtasini mustahkamlovchidir. Ro'za tutgan kishining ruhi eriydi, nafsi musaffolashadi va tabiati yumshaydi. Shoyat biz ushbu oy yaqinlarimizga qaytsak va ularni ziyoratimiz, sovg'a va yaxshiliklarimiz bilan xursand qilsak, Alloh taolo yaxshilik qilgan bandasini ajrini hech qachon zoya qilmaydi. Allohim bizlarni dilingni tarang anglaydigan va rasulingni sunnatlariga sobit turgan qilgin va ota-onalarimizga va qarindosh urug'larimizga silai rahmda bardavom bo'lishlikni o'zing nasib ro'za aylagin. Gunohlarimizni o'zing mag'firat aylagin. O'zing barcha gunohlarni kechiruvchi, G'afurur Rahim, Tawwabur Rahim, Zul Jalali val Ikrom bo'lgan zotsan. Mana Ramazon oylarida turgan ekanmiz, qarindosh urug'larimizdan va yaqinlarimizdan xabar olaylik. Bizga ular ziyon yetkazsalar ham, ular bizga yomonlik qilsalar ham biz yaxshilikda bardavom bo'laylik. Alloh azza va jalla yaxshilikda bardavom bo'lgan inson uchun albatta yomonlik, hokisorlik qo'lini cho'zmaydi. Qarindosh urug'lariga yaxshilikda bardavom bo'lganlarda Alloh taolo o'zi yaxshiligini va barakotini berib turadi. Kimki qarindoshchilik rishtalarini ayrim kerak emas mol dunyo matohlari uchun, bu dunyo matohlari uchun qarindoshchilik rishtasini uzgan bo'lsa, Alloh taoloning oldida o'zi javob beradi. Va oyati karimada keltiryaptiki, ehtimol iymondan yuz o'girsangiz, yer yuzida fasod qilib, qarindoshchilik rishtalarini uzarsiz. Ana o'shalar Alloh la'natladi, ular kar qildi va ko'zlari ko'r qoldi deyapti. Bu ko'r qoldi, ko'zlari ko'rmay qoldi, quloqlari eshitmay qoldi degani bu ko'rmay qoldi yoki eshitmay qoldi, garang bo'lib qoldi degani emas. Bu degani Allohning yo'lida yurishlikni, Allohning kalomini o'qishlikni, Allohning yo'lida yurishlikni shu narsa orqali ko'r bo'lib qoldi. Yana kar bo'lib qolganligi shuki, yaxshi narsalarni eshitmaydi, yomon narsalarni, nag'ma gaplarni, g'iybatlarni hammasini eshitib o'tirdi. Ma'naviy ko'r bo'ldi. Allohning kalomidan yuz o'girdi, Allohning kalomini eshitishlikdan yuz o'girdi, da'vatni eshitishlikni yuz o'girdi. Va amru ma'ruf, nahiy munkardan yuz o'girdi. Alloh taolo bizni shunday bandalar qilib qo'ymasin, gunohlarimizni o'zi kechirsin. Mana Ramazon oyida turgan ekanmiz, qarindosh urug'larimizga silai rahmda bardavom bo'laylik. Mayli ular yomonlikda yurgan bo'lsalar ham, ulardan inson insofu tavfiqni so'raydi. Biz ham zolimlardan bo'lib, silai rahmni, qarindosh urug'larning orasidan silai rahmni uzib yoradigan bandalardan bo'lib qolmaylik.
Alloh taolo tutayotgan ro'zalarimizni o'zi mag'firat aylasin. Mana Ramazon oylarida turgan ekanmiz. Kimki qarindosh urug'lari bilan urushib qolib, dunyo matohlari uchun urushib qolgan bo'lsa, uylariga borib kechirim so'rasinlar. Mayli undan o'tgan bo'lsalar ham uzr so'rasinlar. Alloh taolo kechiruvchi bandani albatta yaxshi ko'radi. Rahm qilgan bandani albatta yaxshi ko'radi. Chunki G'afurur Rahim, Tawwabur Rahim bo'lgan zotdir. Tavbalarni qabul qiluvchi, gunohlarni mag'firat qiluvchi, mehribon va rahimli zotni bandasi ekanmiz. Alloh taolo bizni da'vatiga zurriyotlarimizdan yaxshi zurriyotlar chiqishlikni o'zi nasib aylasin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.